uylar narxini muncha kim ko'taryapti? Quruvchilarmi yoki bizga o'xshagan o'rtada turgan realtorlarmi? Balki olib sotadilar ko'tarayotgandir. Sizda ham agar shunaqa savollar bo'lsa agar, men 6 yillik shu ishni ishlayotgan mutaxassis sifatida sizlarga bitta qisqacha javob berib o'taman. Qaranglar, oldingi vaqtdan hozirgi vaqtga hisoblaydigan bo'lsak, 20-yildagi kvartira narxi bilan 26-yildagi kvartira narxi birga bir farq qilyapti. Masalan, 20-yilda sotilgan 2 xonali o'rtacha kvartira narxi 16 ming, 17 ming bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda 35 mingdan 40 minggacha bo'lyapti. Yokida o'rta yillarda, ya'ni 23-24-yillarda bu narxlar 25 mingdan 30 minggacha edi. Endi qaranglar, hozirgi kunda kundan kunga ko'plab domlar qurilyapti. Ya'ni taklif juda ham ko'payyapti, lekin hali ham narxlar tushmayapti. Aksincha, ko'tarilishda davom etyapti. Ko'pchilik bunga sababchilarni biza, ya'ni agentstvalar yokida olib sotadilar, yokida quruvchilar deb o'ylaydi. Endi qaranglar, narxlarning ko'tarilishiga asosiy sabablarni men sizlarga tushuntiraman. Birinchi navbatda inflyatsiya bo'lsa agar, ikkinchi navbatda hozirgi kunga kelib domlarning qurilishiga oshgan kачество, ya'ni sifatni yuqoriligi. Ya'ni oldingi vaqtda domlarga bu darajada qattiq e'tibor berilmagan. Oldingi kunda armaturni kichkinaroq ishlatilgan bo'lsa, hozirgi kunda kattasi ishlatilyapti. Undan tashqari armatura, sement va ishchi kuchini oldingi narxi bilan hozirgi narxini juda ham katta farqi bor. Shuni inobatga olgan holatda oldin tan narxini o'zi agarda kvadrati 2 million chiqqan bo'lsa, quruvchilar 2,5 million sotgan bo'lsa, hozirgi kunda tan narxini o'zi 6-7 million chiqyapti. O'shanga qarab quruvchilar ustiga o'zini foydasini qo'yib sotyapti. Shuni inobatga olingki, nafaqat mana shu dom, ya'ni ko'chmas mulk sohasida, hattoki oddiy oziq-ovqatda ham bundan oldingi yillarda oddiy go'shtni, yog'ni, shakarni narxi qanday edi-yu, hozirgi kunga kelib qanday bo'ldi? Menimcha sizlar meni fikrimni yaxshi tushundingizlar. Kommentariyada izohlaringizni yozib qoldiringlar. Agarda siz ko'chmas mulk sotmoqchi bo'lsangiz, sotib olmoqchi bo'lsangiz, Alfa ko'chmas mulkka bemalol murojaat qilishingiz mumkin.